Ye dada. Talat bolam. Ukajon yaxshimisan? Aka, bolam eshit. Shu ukang Toshkentda bir hafta sani berib tursin. Men onang bilan bir hafta dam olishga borib kelay bolam. Mayli dada. Bo'pti, o'zing Qishloqda salom ayting dada. Bo'ldi, men bir hafta. Ukajon, uyqung kelgan bo'lsa, malxonachiga kirib uxlasang bo'ladi. Biz yangang bilan spalniyada uxlaymiz. Yo'q. Alo dada. Akam bilan kelinim spalniyada o'tirar ekanman, anu katakchida kichkina xonachasi. Ha, endi shuni ham aytasan. Sharoiti yaxshi uxlonadi ham. Endi bir og'iz aytay. Ani pishak boqardi-yu, o'sha yerda yotaman ekanda. Biz pishak boqmaymiz, yaxshi xona u. Dadam bir og'iz aytgan degan, shuncha aytyapman. Dada. Bu akam biron marta oyimga tilla uzuk berganmi? Bu xotin-qulis xotinchasiga karter tilla uzuk beryapti. Ha, ko'zim bilan ko'rdim karterniki. Xo'p, dada, oyligimni olishim bilan sirasi pul jo'nataman. Hozir o'zimda ham yo'q-da, oyligimni kutib o'tiribman. Agar dadamga ayting ishonmasa, kecha 100 oylik olgan xotinchasi charaqlab sanab o'tirganini ko'rgandim. Juda yomon bo'lyapti buningiz, aya. Dada, ana o'g'ilchangiz bilan keliningiz borku, fason bo'lib kiyim olib, ana kuma o'qishi borku, Yangi O'zbekiston bog'iga kelishgan. Nimaga kelganini hozir bilib sizga aytaman, dada. Aka nima qilyapsiz?